Captiva 1da tinig'idan minaman deganlarga mana Captiva 1 2008-yilda ishlab chiqarilgan 3.2 motorda. Motor korobka hadovoylari yaxshi turibdi. Yurishlari yaxshi. Kraskasi pashti toza, aytmaytlarda petno mana shu ishda rektopka bor ekan. Qolgan yerlari yaxshi holatda turibdi. Propan gazi bor tagida. Nomerlar bilan generalni berilaveradi. Salonlari yaxshi monitorlar qo'yib qo'ygan. Ashblar tayyor, tiniq holatda turibdi. Qirilgan, kuygan jihatlari yo'q, luklari ishlab turibdi. Orqada sidina yo'q ekan. Avtomat korobka. 3.2 motor, ashbkalari tiniq holatda mana. Ko'ringlar, narxini oxirgi qo'lga tegadigani $5950 ga berib yuboriladi. General daveniz ham hamma dakmet bo'laveradi. Kelinglar, bosib oringlar. Yaxshi narx.